Bu qismni bo'ytoq qiz-o'g'illarning nijotkori bo'lgan Shiji loyiqim saloni alayda talab qildi. O maydonda Bahubali jasoratning kaynidan ekshib yuradi. U o'zining Vunengaokov sanni molidan o'rganib olgan fizikalik bilimlaridan to'liq foydalanib, jismlarning markazdan qichish kuchi va yer sharining tortish kuchini inchik bilan hisoblash orqali jasorat bilan rezonans hosil qilib, internatsionalizmlik rolni to'liq namoyon qilib, to'ng'izlarni yotqizib qo'ydi. Bugun kechki tomoq bo'ldi. Bu ishlardan gumonlanib qolgan Sharvonxon to'xtasila, kayningizdagi modelda bir xumsida qilib turdi. Sal xupsallik qilyotidi deydi. Hamda Bahubaliga bir nayz berib, to'gi bilan o'shkining changashgan bolasi to'shkidan birini qo'yib berdi. To'shkining ushqanda kelayotganligini ko'rgan Bahubali intoyin ustadlik bilan bir jashoy qilib, Hindistondagi ikkinchi toshqusi oladi. Bahuning qing'ir qilib o'ligini otib olishdan ansirgan Malika, ansirmang, bu Gongshanga yesab sug'urt ko'tirdi deb tasalli berdi. Bu chaqda Iroqdagi Hindiston xonadonligida Baladiva payloqchilardan Bahubalining izdirigini oladi. Hamda uning bir qizga oshiq bo'lib qolganligidan xabar topadi. Sharvonxonning rasmini ko'rgan Baladiva qattiq ranjib ketadi. Xonadonlikni bo'l sen ol, xotinni sen ol. Men bu yerda chatroq qarab o'ltiramdim. Men opamga deymayman. Opa, men bu qizni Shiji loyiqim salonida ketib oldim. Pek chiroyliqga. Hey balam, yaxshi tanlagansa, Shiji loyiqim salonida buningdimi chiroyli qizlar bor-ku? Xanishim, odam degan chiroyli emas, fazilatigami qarash kerak. U salonda nini fazilatli o'g'il qizlar bor deb angldim. Ya opa, nimbus bo'lsa, mush qizni olaman, mushini. Chatoq yo'q balam. Sana bermay kim gap beraman? Ey, yiliqi. Darhol restoranlarni qo'sh. Har bir jo'za 500 qo'ydan ishib ketmasin. Ganza uydak tayin yo'q tamoqlarni chiqamsin. Hey palonchi, bag'oqlarni bostirib, kayniga arvima qilishni unutib qolma. Erlar soat 12 da ayollar to'tib kelsin. Kayniga yezib qo'y, vaqtida kelamiz tamoq tatiyveramiz deb. Hey pistanchi, ma pichoqni bilib kel. Talni qiynab qo'ysa qo'ymaydi. Qag'ininglar, uylarni tozalab, pollarni surtib tayyor turinglar. Hindiston xonadonligining elchilari 40 patmisni ko'tarib, Kuntayon xonadonligiga qiz so'rab keladi. O'ylamgan yerdan Sharvonxon cho'nglarning gapiga qo'shiq silib, bu to'yga qo'shilmaydiganligini, hamda undaq hamma ishda opsining gapini anglaydigan bolalarga tegmaydiganligini aytadi. Buni anglab g'azabga kelgan Polikuzxon qo'shin boshlab o'zining qiynonligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi. Haqiqiy ahvoldan bexabar Bahubali bilan Katobba opsini o'zi uchun qiz so'rab elchavatdi deb o'ylab, gulqaqadir ichilib sho bo'lib ketadi. Dal bu paytda Hindiston xonadonligining lashkarlari Kuntayon xonadonligiga bostirib kirdi. O'z puhrolarini chin qalbidan suydigan bu odil shahzoda Bahubali bu yerdagi uqishmaslikni tugutish uchun o'z qo'li bilan o'z davlatining lashkarlarini yer bilan yaksan qilib o'tdi. Bu chaqda jasorat o'zining vakolatchilarini yig'ib, yuqorqi qavatdagi Bovshangda panus saloniga e'lon bermoqchi bo'lgan yangi mahsulotni tunishtirib o'tadi. Voy, ya budirchash. Maqiy qas vaqtida keldingmi? Diyorchangga payzing bormi? Erkakdek bir ish qila. O'g'il bola degan bundoq vaqtda oldingi safda bo'lish kerak. Shamshiringni olg'in hamshirim. Tutama mening otimiras shamshirimni. Bahubali o'zining uzun yildan yoqi yenidan ayrilmagan shamshirni jasoratga berdi. Hamda quyrug'ini xodi qiladi. Ve bu qalam turashganga olmoqlamdim ya qalam ushlamdim buningda. To'satdan kelgan dushmanlar buni taraf-tarafdan qo'rshib oladi. Jasoratning qo'lidagi bu pichoq ajoyib sirliq pichoq bo'lib, dushmanlar kayni-kaynidan kelib bu pichoqning ustida yetib berdi. Yana bir tarafda bo'lsa, bizning Qaysar Sharvonxon Xo'yini tanlab Chingli Bingshen qilib atdi. Bahubali bo'lsa yana kelib, "Ey jonim, bu o'ynishingiz xato. Boshda Lenjov otimiz, ondan Tajov ochimiz, Taji uchrab qolsa, qo'ngni qisib qochimiz." Bu esnada Sharvonxon Bahubalining to'xtamay otgan o'qlarga qarab, uningga kuyab qoladi. Darvaqa, hech qanday bir qiz buningda kayni-kayndan atalaydigan bolalarga ko'ymay tura olmaydi. Yaxshi, mayoq keling, qo'saqni yig'ib maydonga ko'tiramiz, tatib, bachku, mana tagdim. Shuncha kasash emasmi? Dushmanlari kayni-kayndan bostirib kelishga boshlaydi. Davomini ko'makchi bo'lsangiz, panus saloniga kiring. Salon nomi Boshpat yizig'liq. Bir qo'y to'lab ko'ramishdi. Qo'g'amni egib. Tfi!